Dehqon bu qanaqa sort bu? Onlar bu. Ollarmi? Dehqon bu bitta qanday reklama qiladi mana shu tarvuzni. Yetarli. Mana. Nechinchi chetloga ekilganmi dehqon bu? 15-mart. Mana tirsillab turibdi. Tarvuzlar 20 kilolikgacha yetilib ketgan. Mana shablon umuman yo'q. Mana Kariston sorti. Mana so'raga ortilyapti mana. Mana klientlarni mashina mana turibdi. Ochirasi sotyaptilar. Ana yoqqa olib chiqib korobkalab ortishyapti. 2000 so'mdan sotilyapti Kariston. Dehqonlarga maslahat Kariston ekinglar, ekspertning variant. Mana yetilib ketgan tarvuzlar. Mana ko'raverasiz. Mana o'zi ekranga sig'mayapti. Mana tarvuzlar. Mana bu yog'i Holler sort uzishyapti, bu yog'iga Kariston sorti. Foraga yuklashyapti bu yog'idan o'zi. Mana oftob urmasin deb o'rab ham qo'yishibdi. Mana tarvuzlar ko'ring. Tarvuzlar yetilib ketgan, palagan zo'r.